Assalomu alaykum Tweetmitining qadrli obunachilari. Italiyaga sayohat qilgan holda mazali pasta tayyorlaymiz. Buning uchun pomidorni kubik tarzda to'g'rab olamiz yoki cheri pomidorlardan foydalanamiz. Sarimsoq piyozni ham to'g'rab olamiz. Qizib turgan tovaga olivka yog'idan solib, pomidorlarimizni qovurishni boshlaymiz. Ketidan tuz, murch hamda chesnokni solib, yaxshilab qovurishda davom etamiz. Yaxshilab qovurilgandan so'ng qaynab turgan suvimizga makaronlarimizni solib pishirib olamiz. Undan so'ng esa rayhon barglarini solib qovurishda davom etamiz hamda yaxshilab qovurilgandan so'ng ozgina suv solamiz. Bu borada makaronlarimiz ham pishib chiqdi. Ana endi yaxshilab pishgan sousimizni mayda qilib blenderda maydalab olamiz hamda mazali bo'lgan parmezan sirlaridan solib sousni aralashtiramiz hamda pastamizni solib tarelkaga issiqligida tortamiz hamda ustidan qattiqqina parmezan sirlarini sepib rayhon bilan bezatamiz. Yoqimli ishtaha.